Mobile Legends'da hozirda Gold liniyasidagi meta geroylarda top 5 taligini bilasizmi? Videoni oxirigacha ko'ring. Mobile Legends haqida foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling. 5-o'rin Freya. Eng katta ustunligi ulta holati. Ultasi yordamida o'zini shit bilan ta'minlab, bazaviy atakasini masofali va maydoniy urunga aylantiradi. Jang boshida u dushmanda o'z liniyasida farm olishga yo'l qo'ymaydi. 4-o'rin Harit. U metaning eng mobil maglaridan biri hisoblanadi. Uni kuchi ikkinchi skillida sakraganida shit hosil qiladi va raqibga mag urun beradi. Ultasi yordamida skillari juda tez qayta tiklanadi. Natijada u jang maydonida tinimsiz harakatlanib, dushmanni yo'q qiladi. 3-o'rin Granger. Uzoq masofadan turib skillari yordamida hujum qiladi. Juda mobilni va ultasi yordamida katta masofadan dushmanlarni aniq nishonga olib, o'yinni uzoqdan turib boshqaradi. 2-o'rin Kerry. Tanklarda ajali. Uni asosiy ustunligi passivkasida. U raqib tezlashtasiga qaramay chisti urun beradi. Shu uchun ham u jir va tanklarga qarshi birinchi raqamli tanlov. Va nihoyat 1-o'rin Cloud. Uni kuchi tezligi va ultasida. Cloud raqibni sekinlashtiradi va o'ziga tezlik qo'shadi. Ultasi yordamida teamfightdagi barcha raqiblarga bir vaqtda o'zida katta urun beradi. Siz qaysi birida ko'proq o'ynagansiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Meta ro'yxatini Telegram kanalimda joylab qo'ydim. Profilimdagi silka orqali o'tishingiz mumkin.